kelmaganmi bu narsa deb просто bir og'iz telefon qilib qilsa bo'lardi. O'sha bir og'iz qilganda men aytardim, oldirdim. U senga nasib qildi, senga keldi, senga oldi. Nimaga men sen uchun shuncha jon kuydirdimda, seni hamma yoqqa tanitdim. Bu senga dedi, o'zim bormagan joylarga borku, aytardim, menga taklifnoma olib kelsa, mana shu qizni mana shu qizni chaqiringlar, mana shu qiz borsin deb, men seni sinimdek yaxshi ko'rganman. Men seni bolamdek yaxshi ko'rganman-da. Sen nima mana shunaqa chichib ketgansan-da. Oddiy. Yana bu qizga yana bir hafta vaqtdan berdim. Kelib uzr ham so'ragani yo'q. Xatosini ham bilgani yo'q. Boshidan qolsin, uzri ham, xatosi ham. Просто bundan oldin birinchi marta bu qiz menga shunaqa loyishib ketganida, men 6 oy bu bilan gaplashmaganman. Kechirdim. Nimaga kechirdim? Yaxshi ko'rganim uchun kechirdim bu qizni. Lekin bu safar уже buni Alloh kechirsin. Men kechirdim, men hali ham kechirdim. Buni Alloh kechirsin.